2026-yil 26-fevral kuni bir toifada prova olgan edim. 13,5 ball to'plab qo'yibman. Qashqadaryoda 2026-yilning 26-fevralida prava olgan shaxs 13,5 jarima ballini to'pladi. Bu haqda viloyat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xabar berdi. Ta'kidlanishicha, hozirda viloyat hududida jarima balli 12 balldan oshgan haydovchilar soni 6 nafarni tashkil qilmoqda. 9 dan 11 ballgacha jarima balli to'plagan haydovchilar ham 6 nafarga yetgan. 5 dan 9 ballgacha yig'ganlar 89 nafar, 3 dan 5 gacha jarima balli borlar esa 522 nafar ekanligi qayd etilgan. Umuman hududda 2026-yil boshidan beri jarima balli bor haydovchilar soni 64 ming nafarga yaqinligi ta'kidlanmoqda. Eslatib o'tamiz, O'zbekistonda joriy yilning 1-aprelidan boshlab kamera va radarlar qayd etgan yo'ldagi qoidabuzarliklar uchun jarima balli hisoblash boshlangandi.